Assalomu alaykum va rahmatullohi barakot. Aziz vatandoshlar va dindoshlar. Yangi kunlarni boshlab oldilaringizmi? Alloh bugungi kunimizni xayrli, barakotli qilsin. Sog' bo'linglar, hammalaringiz salomat bo'lib yuringlar. Aziz vatandoshlar, tinchmisizlar? Bugun sizlarga ozgina bo'lsa, hali nima bilan shug'ullanishimni ko'rsataman. Bu uyim, o'zimning uyim. Qo'ylar. Har yili men o'zim fasad ish qilaman, fasad. Fasad qilaman, kafel bosaman. Отделка ishlari. Ko'proq fasad ishlarini qilaman. Har yili qishda 2 oy yotaman-da, yozda ishlab, qishga alohida pul ajratib qo'yib, qishda yotib chiqiladi. O'tgan yil ishlab qandaydir Alloh ko'nglimga soldi shu narsani, dilimga soldi Alloh, qo'y olgim keldi. 4 ta so'liq, 2 ta qo'chqor oldim. 4 ta so'liq, 2 ta qo'chqor oldim. Shularni boqyapman, Xudoga shukr. Qishchi bekor paytda batta muzlama nima kam bo'ladi. O'zbekistonga o'xshagan ob-havo batta. O'zbekistonda ob-havosidaqa bir xil. Agar bilsalaringiz 2-3 kun oldin video qildim. Kun issiq edi o'shanda. +15 edi. Hozir -12, -12, 13. Qo'yda barakot nihoyatda ko'p ekan. Allohga shukr, 4 ta qo'y, 4 ta so'liq homilador, birinchisi kecha tug'di. Qolganlari endi yana hafta davomida tug'ib boradi, Xudo xolasa. Allohdan yaxshi niyat bilan so'radim. Alloh, shu qo'ylar qaniydi shu 2 tadan tug'ib bersa, shu tuqqani ham 2 tadan tuqqani ham qo'chqor bo'lsa dedim. Bu daromadga kirishingizda foydasi ko'p bo'ladi-da. Qo'chqor bo'lsa, bemalol bittani so'yib, tuzlab qo'yaverasiz. Xolodilnik yo'qlab, qo'g'irib qo'ysa ham zo'r turadi, uzoq turaveradi. Foydasi ko'p ekan qo'ydi. Hali biz O'zbekistonda endi to'g'ri aytishlaringiz mumkin, bizda qo'y boqqani joy yo'q. Haqiqatda oldingidaqa qo'y boqishga joy yo'q. Lekin 2 dona qo'y olsangiz, 2 dona, bitta qo'chqor, bitta so'liq olsangiz, har 6 oy, har 6 oy, 7 oy, har 5 oyda tug'adi-da, 5 oyu 5 kunda shunaqada tug'adi. O'rtada 2 oy dam oladi, yana qochib, yana keyingi nimaga homilador bo'ladi. Rosa 1 yil davomida 2 ta tug'adi qo'y. O'shani hali go'sht kam oladiganlarga juda foydali narsa ekan, barakotli narsa ekan. Har 6 oyda tug'sa, 6 oyda bunday semirtirgan qo'yingizni so'yib, ozginadan ishlatsangiz anchaga yetib borar ekansiz. Yana homilador bo'lib qo'yingiz yana tug'ib beraverar ekan. Shunaqa barakotli ekan. Boqqani joy muammo bo'lsa ekan 2 ta qo'y. 2 ta qo'y uyingizda po'choq bilan ham to'yib bo'lar ekan. Hali bay har xil nimalar bilan ham to'yib bo'lar ekan 2 ta qo'y. Ishdan kelgan paytingizda olib chiqib jichcha aylantirsangiz ham qo'ylardan ancha xordig'i chiqar ekan. Barakotli xolalar nihoyatda ko'p ekan. Mana hozir 2 ta qo'chqorcha tug'di, ko'rsataman hozir sizlarga qo'ylarni. Endi ozgina haterlarga ham gapirib o'tib ketamiz, haterlarga. O'zbekistonda haterlar, aziz tiktoker, Sardor tiktoker, ularga qo'shilgan Odilxon. Kecha bir narsani guvoh bo'lib qoldim. Bu videoni boshqa videolarda ham qayta juda ko'p videolar keldi. Qayta ko'rdim. TikToker Azizga, keyin TikToker Sardorga TikTokdan tashqari daromadi ko'p ekan bulardi. Bitta o'sha 3-4 ta iflos gaplarni, harom ishlarni tarqatadigan 3-4 ta blogerlar, u aziz tiktoker, keyin
Sardor TikTokerga pul to'larkan ular. Kecha bitta videoga ishlanmadim, yana bitta video chiqdi, ikkita uchta video chiqdi. Hali Aziz daybat qilib pulini trebat qilyapti. Ay bloger aytayapti, Aziz aka, hali gapingiz trendga chiqib ketdi. Yaxshi daromad qilyapman dedi. Aziz aytdiki, daromad zo'r qilyapsanmi dedi. Bitta gapim bilan foyda qilyapsanmi dedi. Hali pulni yarmini ham to'lab qo'ygan dedi. Kelishgan o'sha $4000 yarmini to'lagansan dedi. Yarmini ham to'lab qo'ygan dedi. Dedim. Zo'r-ku dedim. Bitta hali tursiyiga chiqib qo'ygan TikTokerlar bitta naynigan gapiga ham $3000-$4000 olishar ekan. Malades. Shu nayniq gaplarni ham eshitadigan 15-20% ekan O'zbekistonda. Ular ham xudo xolasa bu eshitadiganlar ham xudo xolasa to'g'ri yo'lga o'tib qolishadi inshaalloh. Bu gaplarni tarqatayotgan blogerlar ham hali har xil qo'shnini nimasini kelinini palonchi mahalladan bittasi kelib minib qo'ydi degan gaplarni tarqatishadi. Shunaqalarni ham xudo xolasa tarqatmay qo'yadi deb o'ylayman shu blogerlar. Bir kun insof keladi, ko'zi ochilib qoladi xudo xolasa. Ularga insof berilgan, lekin ko'zini ochmaydi hali ham. Chunki ko'zini pul bosib qo'ygan ularni. Hozir hali mashinalarda zo'rini minib mazza qilib yurishibdi ular. Har xil harom gaplarni trendga chiqarishib, shundan hayp yig'ib, shundan ochko yig'ib, shundan oylik olib, daromad qilib, mashinalar minib uylar solishyapti bu 3-4 ta blogerlar. Xudo xolasa bular ham tez kunlarda ko'zlari ochilib to'g'ri yo'lga yurib qolishadi xudo xolasa. Ashna gaplar. Bu keyin Sardorda bildim. Sardorga ham pul to'lashar ekan. Bu gapingizni trendga chiqarib berdingiz, chiqardik. Muncha pul beramiz degan gaplari bor ekan. Katta pul to'lashar ekan ularga. Malades. Ular TikTokdan tashqari daromati bu tomondan ham ko'p ekan. Bitta achgan, sasigan gapi uchun zo'r daromad qilishar ekan. Tavba qildim, astag'firulloh. Shu daromad tavba qildim, yaxshi tomonini ham o'ylab turib, qiyomatga ham bir o'zlaringga foydaliroq ishlar qilarsizlar deb o'ylayman. Qiyomatga ibodatdan qilib qolasizlar, ulgib qolarsizlar deb o'ylayman. Chunki o'lim ko'zimiz o'rtasida turadi. Allohdan so'rayman shu yomon gaplarni tarqatadigan, keyin TikTokerlar yomon gaplar chiqaradiganlarga ham tez kunlarda hidoyatga qaytib, iymonga, insofga qaytib qolishdan, ibodatlarga qaytib qolishlarini Allohdan so'rayman. Alloh shu kunlarda shularga bersin, ulgib qolishsin. Ulgimay qolganlar juda ko'p. Ulgib qolishlarini so'rayman. Men so'raganim sababi chunki sizlar ham musulmonsizlar, meni akam, meni ukamsizlar. Bir kun kelib ibodatga qaytishlaringizga qalbim biladi, qalbim sezadi. Xudo xolasa qaytib qolasizlar. Shuncha sizlarni so'kmayman. Mavzu Odilxonga keladi. Odilxon sirazi trendga chiqarib qo'ydi bu kuni gapirgan gapini. Sirazi уже hali bir ikkita blogerlar Odilxonni rasmini bilan Ozarbayjonning rasmini bunday qilib YouTube'ga kelgan nimaga YouTube bilan ikkita uchta nimalarga chiqarib yuborishibdi уже. Instagramga ham chiqarishibdi. Hali gapi bor-ku. Vatandoshlar men chiqib o'rtog'im Goldni qasosini olaman deb chiqdi-ku. Hali Tursiyadan ham qasos ola olmaydi Odilxon. Shuning uchun nima qilasizlar vatandoshlar? Layklarni bosib, podpiska bo'lib qo'yasizlar menga. Layklar bosib, podpiska bo'lsalaringiz, keyin aytagan uni ko'proq haydab yuborganda уже foydasi yo'q Odilxonni. Chunki boshqa trendlar chiqib ketdi. Keyin Aytagonga ariza yozinglar, video jo'natinglar. Odilxonga ber o'shani. Men o'ylab qaruvdim, men uni urib qo'yar ekanman u bolani. Ozarbayjon bolani men urib qo'yar ekanman. Shunda ko'rdingmi Odilxon? Yo ovqatlanib o'tirib xayolingga shu gap kelib ketdimi? Sani hamma juda ko'p odam hurmat qilgan. Ular qatori men ham hurmat qilganman. Chunki o'zing ko'targan bo'lasan-da. Birov seni olib chiqib ko'tarmagan. Malades. Alloh qudrati bilan o'zing olib chiqib ko'targansan sen Odilxon. Lekin zo'r solishgan bo'ying yo'q sen, hech katta yo'q. Agar menga ishonmaydigan insonlar
hamma bo'yini ko'rib chiqinglar-da. Zo'r solisholmagan. Odilxonda dixaniyasi yetmaydi. Dixaniyasi o'pishim o'rtacha. Birinchi raundda boshlab oladi, o'tirib olaveradi. Ali sudya bunday qilsa ham o'tirib olaveradi, po'kkillab oladi Odilxon. Yo sigareti ko'p chekadi, yo nosti ko'p chekadi. O'shaning uchun o'tirib olaveradi Odilxon. O'shaning uchun sen Odilxon sen tursing bilan urushib yuraver. Hozir mana misol uchun puling ko'p. Instagramda, YouTube'da podpischiklaring ko'p, daromadni qilyapsan, Instagramda yaxshi pul to'layapti senga. Kayfingni qilib yuraver, bag'aga zo'r yo'llarni ochib olding. Endi bag'aga urushmagin sen iltimos. Qasos olaman degan gaplarni qilmasan Odilxon. В общем, trendga chiqish uchun, qasos olish uchun una bo'lmaydi. Una demaydi. Sразу tixo chiqib turib solishib qo'yadi. O'ziga podpiska yig'masdan. Odilxon, xudo xolasa sen ham tez kunlarda iymonga, insofga qaytib qolasan deb o'ylayman. Sen o'zi Kamil Karate bilan urushib yuraver. Ikkovlaringni tuzilishlaring hamma tomondan bir xil. Ikkovlaring daromadlaring Instagramdan bo'lib qoldi. Podpiskani zo'r qilib oldilaring, ikkovlaring. Hype yaxshi yeb oldilaring. O'shaning uchun Odilxon, sen Bo'kadansan Odilxon. Bo'kada yer nihoyatda ko'p hozir ham. Qo'y, mol boqish uchun shans o'ta baland Bo'kada. Bo'kada shans o'ta baland qo'y mol boqish uchun. Menga o'xshaysan, Ali. Menda ham shans juda ko'pda, qirli joylarda yashayman. Shans juda ko'p menda ham. Qo'y boqishga, mol boqishga shans ko'p. O'shaning uchun qo'y oldim. Qo'ylar ko'paytiryapman. Shans zo'r, tamanda ham, senda ham shans zo'r. Endi nima demoqchiman Odilxon? Puling ko'payib ketsa, Odilxon, o'zingni tursing bilan urushib yuraver, o'zingni tursing bilan kurashib yuraver. Kurashda ham uncha bassan, solishda ham uncha, solishda vobshem yo'qsan. Ammo kaltayni ko'tarasan eshakni kaltaga ko'tarasan. Gap yo'q, unisiga tan olamiz. Eshakni kaltaga ko'tarasan, bir adashib nimani qo'lini qayirib erka bilan yangi chiqqan paytda yutib olding. Unaqda sen hech ham yutmasding. Seni trendga chiqargan videoda ham gapirib beraman, sen trendga chiqargan videoda. Kamil Karate'da agar qo'li sinmaganda sen o'shanda sinib ketarding, qaytib chiqmasding, hozirgi holatda bo'lmasding, puling ko'paymasdi. Yaxshi ham o'sha paytda Kamil Karate seni urayotgan paytda qo'li sinmaganda, qo'li singan. Qo'li singani uchun sen shu trendga chiqib ketding. Agar qo'li sinmaganda sen в общем hozir hech qaysi bo'yiga chiqmagan bo'larding. Alloh qudrati bilan o'sha Kamil Karate'da qo'li singan o'sha paytda. O'shaning uchun sen Odilxon qo'ylarni boqqanda buna qilib, mana qara. Qo'ylarni boq ko'paytirib yuraver. Mana bunda qilib. Bunda qilib. Mana ikkita qo'chqor tug'ildi. Bularni ham tayyorlayman bo'yiga. Baquvvat tug'ildi. Qara, qop-qora baquvvat. Bular ham bo'yiga chiqadi yaqinda. Urushtiraman bularni ham, xudo xolasa. Mana, naqali ko'paytirib, naryoq tomonda qo'chqorlar. Katta dumbali qo'chqorlar. Ana Odilxon, senga mehnat mana shu. Qo'y olsang. Ularni ko'paytirib qo'chqor tug'ilsa, urushtirib yuraverasan. Bo'kada yerlar ko'p, joylar ko'p. Ring qilib olasan, o'zing ring qilib olasan, sudya bo'lib olasan Odilxon. Ash qo'chqorlarni urushtirib yuraverasan. O'zingga kelsa, tursing bilan urushib yuraver Odilxon. O'zi kalling bilan urushib qolgansan, tavba qildim. Yaxshi bo'layding, o'zi hali burningni sindirib qo'ygandan keyin ichcha neto ketadigan bo'lib qolding. Tanjonlar sog' bo'lsin, vatandoshlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu videoyimni Odilxonga yetkazib qo'yasizlar, xudo xolasa. Odilxon, Aziz, Sardor, TikTok'lar, xudo xolasa bular ham insofga qaytib qoladi, iymonga qaytib qolishadi, xudo xolasa. Shunaqa gap so'zlar bugungi videoyimiz. Keyingi video chiqishiga kutib turasizlar, boshqacha yangiliklar qilamiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar vatandoshlar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.